10 kunlik bepul masaj degani bu 1 million so'm cho'nchagingizda qoldi degani. Bizi bekorga post qo'yganda tegida g'olibni aniqlab sizlarga yordam sifatida 10 kunlik bepul masaj o'ynamaymiz qizlar. Shartlarini bajaringlar deganda to'liq bajaringlar. Hozir undan oldingi postda g'olibni aniqlab qiynalib ketdim. Skrinshot tashamagansizlar. U haqqoniy bo'lmaydi-ku, kimdir tashaganda skrinshotda 30 ta odamga yuborganini. Kimdir tashamagan. Oldin ahamiyat bermasdim. Hozirlarga bu narsaga e'tiborli bo'lamiz, sababi chestni bo'lish kerak. O'shaning uchun hozir mana sizlarga ikkita ssilka qoldiryapmiz. Ikkita ssilka. 1 millionlik degani, ya'ni 10 kunlik bepul masaj bitta postdagida, yana 10 kunlik bepul masaj bitta postdagida. Qizlar, sizlarga 1 million cho'nchagingizga qolsin, yordam bo'lsin devamiz. Asli haqqoniy o'ynamayapsizlar. Birinchidan, smayliklar qo'yib tashlaysizlar. U hisob emas. Sizlar masaj